Assalamu alaikum, hürmetli Uyghur TV görülmenlerimiz. Biz Uyghur milletinin beşiden hazırlık keygice nurgun musibetle, külpetle ve bastırışla kep ötdi. Bularning arasında 5 iyul Ürümçi katliamı yer aldı. Mene hazır bu Ürümçi katliamının 10 yıllığı şahit bolup turibmiz. Mene muş münasebet bilen Ürümçi katliamının canlıq şahidi bolgan Ahmet Usqaxun, yani Ahmet Saqal akımız bilen bir araya cem bolduk. Şu Ürümçi katliamının tepsili ahvalini şahidimizin ağızdan, öz ağızdan anlayılıp. Qanday ahvalınız Ahmet Çaka? Assalamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Hem de şu katlama 7. ayındaki Ürümçi katliamı 10 yıl oldu buna. Hem de Naq meydanda şu vakitte biz şu Ürümçi tutuq. Hem özüm Ürümçi'de ticaret kılatkan. Şu 7. ayının 4. günü hem kelsek 7. ayının 4. günü ben Nenseni çıketken. Nenseni çıkıtıp 7. ayının 5. günü 11:20 boğa vaxtıda Nensenden qaytıp geldim. Nensenden qaytıp gelip küçük kızımni maytaq yolu sevitip Abdülzasada, dükkanım Abdülzasada birinci qavatda. Abdülzasada oturup dükkanda otursam, bana telefon kelip kaldı. Telefon kelip bir şeyh damollan batı yekellik. Nesle dedi, ben dükkanda desem, Xalq meydanına kelmanglar, bugün azraq bir to'qinishli bor o'xshaydi dedi. Nima bo'pti desem, Guangdongdagi voqeada musulmonlarni shu yerda naq o'ltirib o'tganligi uchun o'quvchi bolalar xalqlar o'zlari norozilikni bildirmoqchi ekan. Degandan keyin bu bamanglar deganga men aniq bek bag'am kelgan bir mijozim bo'lgandan keyin bordim bu yerga. Berib shu Gonchon qalsam, Gonchonning shu xalq maydoni deb qo'yamiz. Xalq maydonidagi o'tirida butun qurolliq saqchilar. Ama bir chet yan tarafdan kelayotgan Uyg'urlar faqat tijlikni so'radi-da. Xalqlarni. Uyg'ur xalqlarimiz faqat tijlikni. O asosan namiz o'quvchi bolalar ekanda u. Tijlikni so'rayotdi. Yani Guangdong voqeada işte naqshlik bo'lib turib, işte musulmonlar o'ltiribdi. Buni sizlar nimishqa buni aniqlamaysizlar. Nimishqa shuni Uyg'urlarni işte o'ltirib ko'mib qo'yamsizlar buningga. Buning igi chiqmamsizlar deb shu maydon so'zlab shu gapni davotida boshqa gap yo'q u yerda. Degandan bu shu maydonda Xitoylik qanday qildi deganda Naq maydonda bularga qurol o'qatdi. O balının qo'lida tümeyinin sunuqi yo'q Uyg'ur balınınki. Hech qanday narsa yo'q, faqat tijlik bilan qilayotgan namoyishi bu. Tijlik bilan qilayotgan namoyishda bular qanday qildi deganda o'qatdi bularga. O'quvchilarga ras o'qatdi. Boshda atqini ko'zini yashaqtirish bo'lmasa, keyin o'qatdi. Atqandan keyin o'q etishi bilan bolalar kayniga chekindi. O yerda saqchilar hadidan ziyol chiqib ketib, bularni haydadi u yerdan chu. Hadidan chiqib ketdi saqchilar. Chiqib ular u bolalarni hammani haydadi. 1 soatdek turdik. Qanday qildi deganda shu yashaqtirish bombasini chiqib o'tgandan keyin bolalarning ko'pincha oqimiz chekinib ketdik. Men bu shu vaqtda lekin to'xtab turib bu yerda hech qanday nima bo'lmay o'xshaydi. Oqimni chekindim. Chekinib shu Abdulzasaga bordim, berib o'zimning do'konga kirib birdan kitob o'qib o'tirdim. Shu jarayonda 2 soat o'tib ketibdi vaqt. 2 soat vaqt o'tib ketib, shuni Ahmetchi kirib asrni o'qidim. Asrni o'qib do'konga kirib o'tirishimga past deganim shu Rabiya Dasaning pastga do'stlikni ochaydim. Bolalarniki hech qanday qo'ldanasi yo'q Uyg'ur bolalarniki. Yo'lni o'tirdim emas. Yo'l ikki chetda yo'l adam mangdigan yo'lda o'tirg'im chiqimdi lekin ikki chetda adam mangdigan yo'lda tijlik bilan namoyish qilib kelyapti. Qo'lida hech qanday to'mening sunuqi yo'q. Yat kaltak yo'q. Hech qanday narsa yo'q. Shunda kelayotgan bolani Naq Rabiya Dasadni o'tgandan keyin bular yo'lni o'tirib tushdi. Yo'lni o'tirib tushgan taqdirdami yana bu yo'lning o'tirida bir tumilyapti, rishat kelyapti. Rishatkiniki sol tarafida 61-yo'lni olib kelayotgan mayaqda yana bolalar bir yoqdilar, yo'lning bir yoqdan kelyapsa
Naq Ahmetçini ötep Odulda ixlasını qışık vaqtida tojingninki harbiylar biraqla kelibla yaş balaga o'qib chiqib başladı. Bu yosh bolalarning og'zida shu qandoq shuarlayapti shu vaqtda. Bizga tijlik kerak. Tijlik. Tekbirdek Ya tekbir yok. Tekbir yok. Tijlik bilan shuar to'lab kelyapti da. 26-iyun 26 shogan vaqasiga tekbir Allohu akbar degan gaplar yo'q u yerda. Tijlik bilan kelayotgan bolalar bor. Hammasi o'quvchi bolalar asajatni qiz o'g'il aralash kelayotgan. Kelayotgan shu tijlik bilan qo'lda tumening sunuq yo'q kelayotgan vaqtida bunu qanday qilganda naq maydonda men Memo ablaning dasadan chiqibla Ahmetchini oldiq keldim. Kelib turishim bilan bular hamda har qanday bir ag'anlantirish berishdi, osmonga yetish bo'ldi. Osmonga yetish u yoqda tursin naq qo'lsaqqa, yurakka yetish başladı. Mana bununla Uyg'urlarni bunda atqandan keyin, adam qatorida ko'may itib etgandan keyin hamda hammadanmi to'shqanmi bir qitim urgan, ikki qitim ursiz, 10 qitimki to'shqanmi ochiq yo'q ishlaydi. Itib yegandan keyin shuning bilan biz qanday qildik? Turolmadik u yerda. Bizmi turolmay shu yerdagi harvuda hamda mevchi sotilgan harvularni o'rib, shu harvuga meyitlarni tapadık. Zahme, meyitlerini, itvatkalarını hemmini elip işkinci doktoruna apadık. İşkinci doktoruna apasak doktorlar ağır onu mu de bulanı? Uygurken anmayımız dedi. Ma zahmlık nağık itvetti desek mi biz anmayımız evet diyorlar. Şunu olan bulan itvetkendeki biz mi uyadaki ballar mı? Ayarlarma çizdirmeyin ağaçlık ya. Olanma şu kışlık taşlarını içip sakçıları kaytırış için, ok atması için kaytırış taş attı bunlara. Hatta o yerde itir etken ballarının ki asaçatın sağınıyor. Kollarımdaki bütün kan benimki. Kötürevatımız, ağrığı bisivatımız, doktorhan apırvatımız, anmayımız deydi, yalvarvatımız. Aşına kılıp bu vakı 2 saat davamlı gitti. 2 saat davamlaştı bu vakı. Ta ki 8 gün davamlaştı. 8 gün davamlaştı bu vakı. Davamlaşkan keyin ayalım çıkıp biz qaytaylı degenken ma'qul deb aytayotgan balning soni yo'q da uniki. Biz qaytaylı dedi ma'qul deb mashinani chiqarmaymiz. Bütün hamma qon. Istitek qon. Mashinani aytaymedim, mashinam shu ablada sana oldi qoldi. Şu Ahmetchning keyindagi ko'chadan arlab chiqib olsak, arlab minvasak yerda yetayotgan Uyg'urlarmi kelajakka. Yetib etgan. Doktorxonaning keyinden nima yo'l deymiz unaqa. Shu yo'lni pasrabdan butunlay qoralliq qaytib keldi. Qoralliq saqchilar. A yoqdan xonliqqa 3-sencho deb qo'yamiz, 3-ko'rik tarafdan. U yoqdan butunlay yosh bola u yoqdan qaytib kelyaptilar. Qaytishni tezlik kerak deb hech qanday qo'llanasi yo'q. Qiz o'g'il hech qanday narsa yo'q. Ammo ularni shu naq maydonda ko'rikning tegi kelgan vaqtida ularni harbiylar nereden keldi, birdamli gap bo'libdi. U yerda shu itib Asacettin 8:50 o'tgan uyga beribman. Itibotga adamning soni yo'q. Bo'lgan vaqalikmi shu hozirgacha. Ammo shu kun kechicha qat'iy uxlamadik biz. Kechicha uxlamadikda, at deganda 4 yerimda namozni o'qoplab Abdullah sana aldığı piyadım aldık hiç kananesi yok. Taksimi yok. Piyadı basam Abdullah'ın aldığı ki Rabia Dasan'ın aldığı bütünlüğü kan. Kan. Şu kanını su çeşiş maşinesi tazalatıptı. Kanını tazalatıptı. Şu onundaki maşinini eğdip nimge çıkettim. Seymaçan'a çıkettim. Seymaçan'ın baldırım battı. Seymaçan'a çıksam öy kirip şu 5. sınıf keşte öy kirip hem er ayıl demepti. Urvetke adamın sağını yok dedi. Öldürvetke adamın sağını yok dedi. 6. sınıf ben maşının öyünü aldık. Teşkür kırgızdı. Kırgızgen bilen öyünü aldık. Kırdım. Talak çıkmayın desem çıkım koymadı beni. Çıkmaysan.
Bugünden başlarıp mayaga Saymacağ'dan talaq çıkışqa icazet yok deb. Bütün qorishib oldi Saymacağ'ni. Chiqishga ijozat yo'q dedi. Bo'pti deb 5-qavat bo'lgan kun uyning tepini qarab tursak, osh pastdan. Denchli bir xabar berdi. Vanlochen degan nijiz Xitoy, bu nijiz Xitoy bir yig'iz gap qildi ayada. Tushungan odam tushundi uning gapini. Denchli xabar bergan nima deganda, sizlar Uyg'urlar shunchalik oz deydi. Oz. Sizlar bu to'qlanishni ko'tardinglar. Ammo sizlarning %90% Xitoylar bor. Sizlarni bostirib olsak birdamdilla bostirib o'tamiz degan gapni chiqardi. Bu 6-sizlar attigan chiqargan gap bu. Buning maqsadi bilan aks chiqqanda qildi. Maqsad Xitoylar qarab turibsizlar, endi chiqmamsizlar deb 6-sizlar 3-kundan boshlab Dentey endi aşk xabarlarni ko'rsanglar bo'ldi. Dentey, Xijasen, Ciddi, Yopurga, Saymacağ, yana ma Xunchang Archu degan davan tarafda bütün Uyg'urlarning nimasini Xitoylar bostirib kelib, endi qog'ini Alloh o'zi ko'rib tursin. Chaqmagan oshxona Uyg'urlarniki. Yo'lda ko'rgan hatto bir homila ayoldan tortib ash ko'rikdan cho'rayotganlar bor bola. Homila ayoldan dedi. Uyg'urlar bo'lsang o'ldi dedi Xitoy. Aşın özün sözünün var, maşındım var, maşını köysünüz mü çıkıyordu? Maşını köysünüz mü dedi o. O mıhanzuru yedin ya şunu dedi o. Maşındım çıkıp durdu. Biz çokum, galiba kılımız çokum bu Uygurlarını birini koymak kalbetimiz dedi bana. Bu Xitay'ın gibi maşı. Vazı geçi var bunun da haberi. Neymi o degende? Bulanın məqsidi Uygurlarını kırıp yokutuş. Kichikgina bir ishni azroq bir to'polonni chiqarib qo'yib Uyg'urlarni butun qirib o'tish bularning maqsadi. 6-sizlar tushdan taloq hechak chiqizmadi bizni. Hechak chiqizmadi, Saymacağ tuduq. Birdamki xabar keldi, uyning fakturasi, uyning egisi hammani to'qmoq kaltak turinglar Xitoylar bosirib keldi deb. Hammasi shu uyning ichida kaltak bilan turyapmiz. Taloq chiqarmaymiz. Jotoning sipini tutib turyapmiz. Talaq çıkamayız. 5-qavat qarsak, bütün pastda Xitoylar qurolliq tümiy kaltaklar kelyapti. Absizlarlik ish nima deganda, ikki chetda harbiylar qo'g'dab kelyapti. Ma ikki chetda harbiy bo'lmagan bo'lsa, yana bu desak mayli, ikki chetda o'zining askarlari qo'g'dab kelyapti ularni. Buni uryapti harbiylar kari bo'lmayapti. Nima deganda, bu qirg'inchilik fojialik bizga kelgan. Cho'ng bir fojialik bo'ldi. 5-sizlar keçtin bolsun, 6-sizlar keçtin tatip, bütün uygu basırıp girip, bularning kiyinayotgan kiyimisining hammasi o'xshash. Kaltıga o'xshash, oyig'i o'xshash. Hammasi harbiy. Men uni boshqa odam siz demisiz, men bek siz olaman-chu. Chunki o'zim mushlar bilan birga cho'ng bo'lgandan qarmaydi. Bu nijiz Xitoylardan bilmayman-chu. Hammasi o'xshash bularning kiyinayotgani. Chunki harbiylarimiz. Hammasi o'xshashni bilan urib, eğer ayol demay uy bosib kirib 40 dan 50 ga kirib son yo'q. Yosh bola bo'lsa urib bog'lab ko'sar bilan bosh kiyimni hammani sag'izib ko'sar bilan eshitib qolgan. Qiyirli bo'lsa urib palash holat yetqizib qo'ygan. Shu holatda. Shunda qiynayapti. Qiyirlarni qo'ymay urib qiladi. Yo'q, cho'ng yoshlarni urib akib bordi. Ama qiyirlarning hammani qanday qildi yo'qdi-da? Hammani urib, bütün bedellerini kökürtürdü. Hatta qo'shnimning uyiga kirsam, 70 yosh kirgan bir dadimizniki chapanni sağantda bütün bedeni köp-kök. Ve sizni mushta urib etmasak, onamiz uni mushta urib to'qmoqlar uribdi. Qiyirib qo'yganimiz dedi. Uyg'ur deganlik uchunlar mushta urib bordi. 6-sizlar kech bo'ldi, bizni ichak chiqizmadi. Keş yana o'qning ovozlari bor. To'ng o'qning ovozi chiqyapti. 7-sizlar atdiganda mashinani haydab chiqsam, aran ruxsat bilan qarmayliq deb ko'rib, ruxsat berdi. Xijasanga kirishimga, Xijasaning miyaqni muxbirlar, saqchilar hammasi egallayapti. Chunki Xijasaning miyaq o'tirayotganining asosiyatini Xitoydan o'ylarjaq. Ijara o'tagan Uyg'ur bo'lgan ekan, bu nejiz Xitoylar hamman tutib, ma'lumotchi Uyg'ur va ma'lumot qil deb Beryapti, miyaqdan Xitoylar uryapti. Miyaqdan uryapti.
Men qarab tursam, bu uçağın saqlım bolğan eken. Benim Peugeot'um, maşının Peugeot'u qarmayının jiyi bolğanlyk üçün. Nälik sen dedi. Kılmaydı desem. Gel bu dedi. Ket bu yerden. Tuma bir yerde. Ölgün geldi ma dedi mene. Qara gekki maşına edip kettim. Azraqla köydüm, kettim. 9 mu der yani? 9 mu dedi. 7. sıra boldu, 8. sıra Seymatçanda bütün muhbirlar geldi. Ayallarning hammasi keldi. Yig'ilishlar ketdi u yerda. Ərlərimiz hech qanday, hatto 6. sıra kelgan ərlər shirkatga hech qanday chiqarlashmagan. Ayallarning hammasi shunday chiroyli yaqilib yig'ilishib, bizimcha naqshlik bo'ldi. Bularning naqshchilik. Mushninga qarta bir nim qilinglar, adil bir sotni nim qiling desa, ular qanday qildi? Shu ayollardan tortib Mayaq Tojanınki keyinde, keyin tarafta Saymaçan bulayotqash, keyin tarafta Tojanın var. Aldı tarafta harbiyning tankini edip, aq tanklarını edip gelip naq meydanda ayollar deb urib ketdi. Bular atqan vaqalik ayollar deb urib ketdi bular. Hatta hech qanday nas qilmagan ayollarni kelib urib, bağlab, yosh bolalarni, ba'zan bolalarni bağlab, qo'llarini bağlab turib, oqiga mashina bağlab turib, mashinasiga, Jivika mashinasiga besib ketdi. Hech qanday qilamadik. Mana 8. sıra muhbirlar sözledim. 那个女人全是他老公是监狱里面的，现在还没放出来，还有7岁、8岁、10岁的小孩，全这样去了。中国没那样法律，法律是小孩给钱，房子给钱用了，现在的法律是啥法律？外面有的，里面法律。Det verkar som att det här kommer att bli allt mer. Bütün boğan vakalikini sözledim. 9. sıra. Men speket. Ürümçide sözlüğünüz muhbirlar. Muhbirlarga bir boğan işlerini hemen sözledim. Sözledim. Hemen körüvatkan, nahmeden bulanı öldürevatkan, kıcınavatkan işlerini hemen sözlep bensem. Sen devletini parçaşıqı urluğan dep, devletini parçaşıqı urluğan depla, meni 9. sıra apırıpla, suluv etdi. Meni suluğaya ne edesiniz? Ma buda çıkan nimninki Çin sayına bir turumuz var, konu bir turma. Bu nim tarafta bu turma. Ma var. Niyazgo'nunki tüpüde bir Çin sayına bir turumuz var. Şöyle apırıp bizim suluv etdi. Ama o turuma kırsınız, o turmanınki tigi, lay, tüp su. Lekin mağamaysız, mandamansız. Bir gün, 2 gün ölüp ketken ballarının sağını yok. Lay su diyat kızdı bizde. 2. gün 2 gün yattım. 3. güne beni aç nimge apırıp etti. Yupuruk kendi soğuğa. Hem asaçetin hem de kağan ketini hemen değişkim adamın kalbi içidi. Bu aşınçılık rahimsizken bulaçı. Maksat nima deganda Uyg'urlarni butunlay tigidini yo'qotishga bo'lmoqda. 2009 vaqa. Mana tigimizni yo'qotishga bo'lmoqda. Doktor bu şu katliamdan keyingi vaziyatlar qanday bo'ldi, nimalar o'zgarish oldi? Shu to'g'riliq. Shuni so'zlayapsiz. Keyingi vaqa qanday bo'ldi yaxshida men turumda 2009 aprel suluv etdi. Turumni yatdim, shuni yatdim. Yupruq kansol yatdim, yupruq kansoldan keyin yatgan vaqtimda nurg'un bu qiynashlarni ko'rgan, bu qiynashlarni qiynayotgan bolalarni asochatdan ko'rgan Urumchi, hamda inson emasmi? Urumchi yerlik saqchilar, Urumchi cho'ng bo'lgan saqchi, yerlik saqchi bolalar bu urushga, bu qilishga ko'rib qalbi yetishib, naqchilik bekatini ziyoli o'g'an ishlarni ko'rib ular. Hatta bu ishni bular iniqlamay bu ishni chiketgan bolalar bu naqchilik chidamay. O'z ko'zimni o'zimning tunish bolalarim bor, chiketgan bolalar bor. Hatta bu ish qanday qilganda Qashqardan, Xotandan, Janubning saqchilarini kelib bu ish qilsaldi. Sağa vaqtida bir xozda siyosiydin bir xozda 10dan 10 hatta siyosiy bir xoz bir odam yotdi. Siyosiy deganda VNF deydi-ku bular. Bir xozda bir odam yotdi, bir uyda bir odam yotdi.
Ama o vaqtda adamning jiqligidan ishib ketganligi uchun bir uyda 10 necha siyosiy yetib ketdik. Hatta bularniki shu janibdan kelib qijnashlari. Bu balalarniki o'ylab qo'yish 2009 voqea bu. Qiynashlari bularniki men qilmadim, degizmay qildim desanglar bo'ldi, qo'yib birimiz deb. Hatta cho'ng avrat tarafga tiqilmagan no'g'ishni qilmay qoldi. Shunchalik qiynashlari. İnsan qalbidan chiqayotgan qiynashlar 2009 qiynashlardan shu balla shu 18 yosh kirib o'tiramidi o'rindiq, supuda o'tiramay o'tirasak o'tiramdi. Xo'jang deb qo'yamiz. 19 balaning guruh boshlig'i bo'lsa turmada. Bir o'yiniki. Xo'jangni o'ttasida o'tiramdi bola. Yig'lab ketdilar bola. Shuna nima bo'ldi fikam men deb desam, mishlamishlar no'g'ishlamishlar qilib aka 18 yosh qiynash uchun mishlar qilib dedi. Turamıdıq biz. Şuna Xitayga dedim ben. Esemede. Manım işlemişler hol oldu. Sen manını bu unda qılma. Ma itibasına yetsek, ha bolda bir itibal deylik bola. Nima o degende şu qıldım. Faqatla mangdim desanglar boldu deplar. Eliq balalarni muddasiz 15 yil kesilib ketdi. Hozir shu guantiyan oya bu yerda hammasi nima degende shu jannatga kelganlar o'sib ketdi. Shu qiynashda nima degende bularning razilligi Rezil Xitayning rezilligi chiqib turdi bu yerda-chi. Rezil Xitayning maqsadi nima deganda bu Xitoy bizni tüp-tüz yo'qotish. Shu 2009 dan tortib tüp-tüz yo'qotish bizni. Maqsad nima deganda Turkistonninki boyligini bular qana qilish, egallab olish. Taki hozirgi maqsadimiz shu bizni egallash. Boshqa maqsad yo'q bularniki. Çinsey'nin turmusiga o çoğun bir tağı var. Çinsey turmusi de bir tomba, o Nenzigo'nun tepede bir turma. O buruk Gomindan'ın ki Çinsey'nin vaxtındaki turma var. O turmanın ki içi bek çoğun turma var. O yere adam patmayı oylap bakın. Şu turmuğa adam patmay, yupuruk kensodaki, ben yatkan yupuruk kensoda bir öyde siyasetin ondunu yatıp kettik demekçi. O 1, 2, 3, 4, 5, 6 xoz var. Bir xozda 19'un öy var demekçi. Aş xozda 10'dun adam yetip ketdi. Hesaplama 5 xozda 10'dun bolsa 500 adam degenge. Bir turmu bir kenso turma emas. Kenson oldu 500 adam bolsa siz hesaplama Ürümçide qancha kenso var. Ürümçide qancha kenso var. Benim bildiğim 4 kenso var Ürümçide. Onundan artıqını tıqib ballar men bilib ketmeyman, 4'ünü bilmeyman. Men 3'te yetip baqdım. Ürümçide qancha kenso var. Hatta men Ürümçide tutuldum. Ürümçideyken o turmadayken o meni aketib qarmay qapirib meni so'roq qilganlar Uyg'urlar emas. Meni so'roq qilgan Xitoylar. Qo'limni munda bog'ladi. Kuyshadi de tizlanmayman sen putumni tepib turib, putumga jo'li o'zini toqab, yerga tizlanib o'tirdi, yevika mashinada. O'tirib 4,5 soat o'tirib qarmay qoldi meni. Tizlanib juma. Tizlanib o'tirib 4,5 soat mashina qarmay qoldim. Qarmayni guantinni bir kesh yetdim. Karvati var, tümi karvati. Tümi karvatida, bunda karvat bo'lsa, karvatni, bunda tümi karvat, yiqqin bo'lgan karvat qo'y, tümi karvat. Tümi karvatni bunda qilib, pulamni bunda tatib, tümi karvat bunda qilib, ma tümini miyaga niqab meni. Bir kesh 20 soat deymiz. Yat sumutda, jinsagan binatı var. Sumut o'tag'izdi. Atsi 9 vaqtida hammamiz ko'raplab shu buni o bir narsa pishirildi, qulamga ko'zini soldi, bishimga qarqalatni kiygizdi. Odullar meni nega qapadi? Kenso qapirda o'xshaydi deb qo'shilib ketibman. Ham kenso qapasi bir rahat chiqaman deb o'tasam, kensoningki kaynidagi bir yerasti turmasi qapirib etdi bular. Qarmaydim baka bu turma. Butun vujinglarni qilgan turma ekan. Adam urdigan turma ekan bu. Ölügünün çıkan yo'qtirgan turma ekanda aşağı qapadi. Ko'zimning yapgan qarqaldatning içini süz g'uva ko'rinaman-chu, bilaman-da o'zim qarmaydi cho'ng bo'lganda ekan. Shuna oyak apirib, shu shirkatda putim jo'lada ishtirib yarasiq ichiriblar. 2 turba bor ekan, turba. 2 turbaniki
Birisi pakarak adamga, birisi igizrak adamga, mendek adamga igizrak qildi ekan. Ikki quloqma, ikki ko'zni isibla, putimni mashina holatda, mashina turish holatda isib qo'ydi. U kirdi. Qarkaltekin birisi zemde. Vangla urdi. İştahını sağızıdılar. İştahını sağızıdılar. Endi ba'zan balalarni hatta anzaq ko'rsardim sağızı tutdi. Biz meni ishtimni sağızı etdi. U kirdi urdi vangla. Da sen qanchani o'tding dedi. Men o'tmadim dedim. Sen qulan qon chiqdi dedi. Men zaxmlarni ko'tardim, men o'tmadim. Men chimni o'tirma, sen qulan qongo dedi. Sizlar otqanni men ko'tardim. Sen qanchani o'tding deb vangla. Ne qo'y tembey jo'da deb. Çokum dersi demesen olmaydı. Sen demesen olmaydı. U kırdı vurdu, bu kırdı da işte. Hatta tamakin tabi yakıdı mı? Ta ki 6 küçük gündüz istiqlal tuttum. Ama bu putum, bu işki ceynike menin emas. Allah zikir etişinin başka malum yok. Menin o cinim çıktığına okşay dedim. Şunçılık kızındım. Maksat şu beni ıhra kıl. Dep. Nimni gördüm. Muhbirga nimni dedim. Sen muhbirga nimni aşkarladın dedi. Ben muhbirga deginim. Fakat bularni tercümanlık qilib qo'ydim dedim. Emniyet muhbirga nima dedim deganda, bularniki rahimsizligi, bularniki rezilligini, bularning maqsadiki tüpüs Uyg'urlarniki yilsizni quritadigan degan. Ama onun qo'lida degan bo'lmaydi. Axir 6 kechini qishdigandan keyin shundan sen demisan bu muddat kesilsa, desang bu muddat kesilsa, sen cahilliğinle payısı yok depla. Apırıp kendisi oksuru etti. Ahire devletin parçalığına vurulgan dep 3 yıldakin çıktık buna. Hem de benim deydiğen gepler bek çıktı hazır. Hem de nim deyimiz degende nurgun geplerim işte deymen diye vaxtıda unutup kalıdı geldim. Lekin ben şunu deymen ki bu Xitay degen Xitay bizninki bu Türkiye'ye turib o qanqa qo'qib qolgan Xitoy emas. Uning mashinchilik tindi titrab qo'ymaydi. Men yana shuni qilaman deymanki qarindoshlarimga, yana shuni vakil qilamanki, biz birlashib, ittifoqlashib, avval ichimizdagi xoin munofiqlarni yo'qotsak, İbn Taymiyaning bir so'zi bor. Sizlar 10 pay o'qonligi 9 payni ichindagi xoinlarni yo'qtinglar. Bir pay kupaya o Xitay kapırlığı dedi. Kupaya o Xitaylığı. O neciz Xitaylığı bir pay kupaya. Ama işimizdeki münafık haylanı yok atmakça bizden bu işimiz ilgili basmaydı. Şununla bizden birden bir deydiğen gibimiz biz birleşeyle, ittifaklaşeyle her cihetten Xitay bizninki şu aradan çıkmaydı. Bizge şu mücahitler gerek. Şu mücahitlerin ki tümü kesekleri gerek. İnşallah şunu da korkudu bular. Şu bizdeki bütün Türkistanlık degen Uygurlarımızın birleşip bir-birimizne küçük indir olsa, küçük günahlarımız olsa keçiretip öz ara adavetini yok etip hazır. Biz qanday qilsak Türkistan'a kiramiz, qanday qilsak Türkistanning şu özümüzün ana toprak vatanimizni alamiz degan bir oyda fikirleşip bir kelishimizni orzu qilaman inşallah. Mening gapim şu. Qarindoshlarımizga Allohimizga razı olsun. Ama biz shaxsiy adovatni tashlab qo'yib, shaxsiy kichik ziddiyatlarni tashlab qo'yib birlashaylik hozir. Hozirgi vaqt biz bir-birimizning nimimizni ko'chlaydigan, buni ko'chlaydigan vaqt emas. Shunga hamma qarindoshlarniki Allohimizga razı olsun. Mening shaxsiy gapim mishak tugsin.